100 yaşına tebrikler kelgan ekansizlar. Xudoyim shu balama uzoq umr tilayman, baxt saodat tilayman. Xudoyim kelasi shu yilga qamay shu katta bolasini uylantirib, bundan ham yaxshi to'y berib o'tirishlarini tilayman. Shu akalarim nomidan kelolman, Xursand Bek, Quvonch Bek, Hamdam Bek, Jasurbek bolarim nomidan shu akasini 50 yoshi bilan tabriklayman. Xudoyim uzoq yashasin, baxtli bo'lsin, umr kuni ko'p bo'lsin, moli dunyosi ham ko'p, joni sog' bo'lsin. Hamma shunday vaqt qo'shchilik, do'st yorlarni to'ydirib, dasturxoni to'kin sachin bo'lsin. Uzoq umr tilayman shu. Baxtli bo'lsin. Kelasi shu kunlar Xudoyim kelin to'ylaridan shunday o'tirgansizlar, aqtiq to'ylaridan. 100 yoshlarga kirgan Xudoyim. Baxtli bo'lg'ay. Mana kema deraman. Katta rahmat. Achokkadan bir kichik tosh yemalansa, atovda yuragimni avayron qilarkan. Agar ko'ksam o'zra qo'lasa birdan, atutmoqqa qodirman atog'lar toshini. Hayhot ketara olmayman onajon, ko'zlaringizdan oqqan bitta-yu qayg'u yoshini deb azlar. Bugungi kechamizning sababchisi bo'lmish G'ayratbek ovamizning suyukli xolajonlaridan shu keng olingan davramizda o'l bo'lsin xolajonimiz bor ekanlar, o'zini yaxshi tilak istaklarini bildirmoqchi bo'lib turgan. Tabrik uchun so'z navbatini suyukli xolajonimizdan eshitdik. Marhamat. Bog'larga vafoni yetaklab kelgan, farzandi qoshida oy bo'lib turgan, elik bor aytgan qo'shig'i alladir bo'lgan, jonimiz rishtasi ayoldir deb marhamat. G'ayrat uka tug'ilgan kuning qutlug' bo'lsin. Uzoq yashag'aysan Xudoyim. Shu bolalarning rohatini ko'r, uni bo'z. Bizlar sening shu qizing tomoshasini ko'rib berik. Katta rahmat. Har kim murod istar Allohdan. Alloh bersin barcha kulni murodin. Ato etmek odatdir. Odam havodan. Avval haqqa azizlar, atoylar muborak debazlar. Shu xonadon sohibi sohibalarining yana bir eng yaqin insonlardan shu keng olingan davramizda Ernazar og'amiz bor ekanlar. Suyukli doylarimizdan tabrik uchun so'z navbatini Ernazar og'amizdan eshitdik. Marhamat, bomla davramizda. Aleyküm, hürmetli mehmanlar, uzak yakından kelganlar. Evvelen başımın bacamı tuğulan günümden tebrikliymen, yüzge kirgey, koşa qaragay, aqtiq, çavluq, bavluq, yavluqlar ko'rib, shularning qiziqlarini ko'rib, men sen bilan birgalikda yashamak nasib etgan. Eng asosiy esa har turli tilaklar bo'lishi mumkin. Men o'ga tilagim bolalarning rohatini ko'rsin. Eng asosiysi ana shu. Qolgan hammasi asta bo'laveradi. Sog' bo'lg'ay, yuzga kirgay, qo'sha qarag'ay. Farzand uchun kimdir quvonib yonadir, onadir u, onadir debazlar. Shu xonadon sohibi sohibalarining yana bir suyukli insonlardan shu keng olingan davramizda To'xtayoz xolamiz bor ekanlar. Tabrik uchun so'z navbatini suyukli xolajonimizdan eshitdik. Marhamat. G'ayrat uka tug'ilgan kuning qutlug' bo'lsin. Yoshingga yosh qo'shilsin. Bolalaring rohatini ko'r, ulartirib sog' salomatlikda. Tapqalarim to'y bo'lg'ay Xudoyim. G'ayrat uka tug'ilgan kuning qutlug' bo'lsin. Yoshingga yosh qo'shilg'ay. Yasar bilan teng qartayib, bolalarim uylantirib, aqtiq choliq yoqlar ko'rgaysan. Haji ota, haji mama bo'lgaysizlar Xudoyim. Yana bir marta tabriklayman. Erkin opam oldinda sog' yurgaysan. Ilohi. Oblakam ruhlari shod bo'lg'ay Xudoyim. Ilohi Katta rahmat. Dunyoning shodligi yig'ilsa butun, do'stlar diydoridan bo'lolmas ustun. Sizlar ham jon bo'lib bugungi to'yga, davramiz qisiga qo'shingiz qilsin deb azizlar. Bugungi kechamizning sababchisi bo'lmish G'ayratbek ovamizning 50 yoshlik yubileylari bilan tabriklab kelib o'tirgan eng yaqin do'stlaridan ham yaxshi tilak istaklarini eshitib qolsak. Omar daima beramiz. Omorbek doyimizdan yaxshi tilak istaklarini eshitib qolsak, marhamat. Zarar yok. Yağ hadi dalalım. Yaxshi, sog' salomatlik bo'lsin. G'ayratga 100 yoshlarga kir. Men senlar teng qarish. Umr kuning uzoq bo'lsin. Endi shunlar faxriy to'ydan
Gidip dostlar bilen tebriklemek nasip etsin. Rahmet. Katta rahmat. Yüzge kirgeysen, koşa karagaysan, baktı, tatlı bu, ballarını Qodiralloh qudratingdan bu olamni bor aylading. Bandalarga rahm qilgin, bu dunyoni bor aylading deb ba'zilar bugungi kechamizning sababchisi bo'lmish G'ayratbek ovamizning eng yaqin do'stlaridan ham yaxshi tilak istaklarini eshitib qolsak, marhamat. Murodjon ovamizdan yaxshi tilak istaklarini eshitib qolsak, marhamat. Yok dostlardan tebrik kılamam. Jo'ramizni shular günler bilan tabriklaymiz. Umri uzoq bo'lsin. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Shunday yubileylarda ko'pini ko'rmak nasib etsin. O'sha qarzlar ovoz bilan. Rahmat. O çapan ham kiyibmiz. Qani, o'rnidan turib ketdi. Chetdan gaplang hay. Vallahi toyundan oturuş nasip etsin. Uzak ömür dilerim dostu. Yüz defa girdim. Arkaya geldi. İlahi. Manzara gaplang bu yoqdan. Bir chetdan gaplang ham. Indigidan navbat qo'yinglar yana. Xudoyim 80 kelgandan 100 ga kelgandan tabriklab turamiz Jo'ra. İlahi. İlahi makka. Rahmat do'stlar. Jo'ra keyin nasib qilman. Artık çoğuluk suyu oturuş nasip etsin. İlahi. Şu tizengde artıklarda çoğuluklarda oynatip oturuş nasip etsin. Keyin kaplarının işini yakşığınca üniversite büyüsün. Vallahi kaç bu kelim bilen tenkarı. Rahmat. Ama Berga baytat dedilar. Evet. ikkimiz bir divat turamiz abi. Tenkarı doysa. İlahi. Yaş kocuğu Kanalına ama koyma olayım. Arkaya gezin. Kulayım, ballarını büyüyetim o tarafta kendi işlerine misal etse bu tıraşı Allah'tan versin diye. Rahmat. Kurma. Ama yaxshi ulargilarni 100 yoshga kelib 100 yoshga kelganda shu diktada olib kelsa yana yaxshi Yo'q tabriklayman. Yubileylardan, 100 yaqlardan millet oturalı. Hammamiz bolalı şu yaşlardan. ana rahmat Hammanın yaxshi kunlar bor. Jo'ra tabriklaymiz. Uzak ömür gör, bak sağlıklı ol. Şu balların baktığına sağlamayı yüz Jo'ra. Tamam, hamma şimdi bir tebrikle mutlu bir nasip ediyorsun Jo'ra. Hanımdan bir yaxşı toy olsun. ana Benim yakşı, tebrikimiz 100 yaşına gelirsen. Şimdi bu 50 yaşta bu çapanını giyip sen takıyabını. Ulan 100'e girgen vaktinde yağı. 100 yoshga yazilganini kiysin Yürlüğünü giygeysen. Arkaya gezin. Akıklarını tizine sıymalayın. ana Çoğuluk gör, yoğuluk gör. Ne diyeyim? Ama karanlığında yaşayın, toy olsun. Yalan toylarına alip gelelim. Rahmat. akka gördüm Hafızga hafızga. Hafızı söz ustası. ana bugun Qo'rablar sonrasında bir yaxshi kun. Ala versene bazaga do'stingizni bir yubiley 50 yoshlik muborakbod qilamiz baradaga. Oilangizni baxtidan, el yurtni jo'rar do'sti baxtidan mudomma sog'lom yurgaysiz. Ana shu o'tib ketgan Jabbor Alloh sonrasının barchasi nomidan ala versa shu Abdulla akamina atangiz atam bechorani padar buzruklarim nomidan ham sizni muborakbod qilaman. Rahmat. Ana şu biyim bilen teyin karıp, aktıp, çoğuluk sürmekte Allah nasip roz eylesin. Ana şu 60'ınızdan, 70 yaştan, 80 bilen sekleşip, 90 bilen toplaşıp, 100 bilen yüzleşkenden, ana şu dostlar katarında oturuşta Allah müyesser kılsın. Fakat yaşın geçileri, Ah, malak. ana bir gün Orijinal.
25 yıl bir yaşlı amadil oldu yine bir dehqonchiliginiz arkalık yerge yurtga bir namınız saraldı. Atay buğanızdan talabına yine size kaldı izi yaxşı iş kıldınız. Fakat yaxşı şimdi yaxşı bir dehqonchiliklar kılıp elge yurtga yaxşı dehqonchiliklar kılıp bir size Allah müyesser kılsın. Cumhur babam yaşındanım ziyad yaşlı Allah nasip roz eylesin. Endi bir kamil janatan başılasından bir icra kılamız var. Öcüp. Ama akşamdan çıkan aylar batmalay. Ama akşamdan çıkan aylar batmalay. Gayret ana size gelen devlet sıra kaçmalay. Gelmeyin bir gelip toyuna. 9 akşam kaçadanlar atmalay. 9 akşam kaçadanlar atmalay. 9 aydan bir olayran bulutman. 9 aydan bir olayran bulutman. Alda çıkıldı oraya düşer bulutman. Aytarmışlar ikinizni aşıda. Aldap surana aslar boynuna alma. Aldap surana aslar boynuna alma. Yarımcı olur, yarımcı olur. Ağız cep yok. Bir telefon gerekiyor.